Oddiy qishloq oilasidan chiqqanman. Ota-onam ziyolilar bo'lishgan. Qishloq maktabini tugatgandan keyin rus tilini o'rganish maqsadida Rossiyaga o'qishga borganman. Belgrad davlat pedagogika institutini imtiyozli diplom bilan yakunlab kelib aspiranturaga o'qishga kirganman. Ilmiy ishni davom ettirish maqsadida va 3 yil davomida nomzodlik dissertatsiyasi ustida ishlab, rus tili o'qitish metodikasidan nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaganman. 1 yildan keyin 1995-yilda dotsent bo'ldim va 2000-yilda doktoranturaga o'qishga kirdim. Toshkentga, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga doktoranturaga o'qishga kirdim va doktorlik dissertatsiyasini yoqladim. Shundan keyin hayotim Toshkent shahri bilan bog'liq. Toshkent shahrida Jahon tillari universitetida dotsent lavozimida ishladim. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining professori bo'ldim. Umumiy pedagogika kafedrasining mudiri lavozimida 17 yil faoliyat yuritdim. Bugungi kunda demak Buxoro innovatsiyalar universitetining rektori lavozimida ishlab kelyapman. Pedagogika fanlari doktori, professorman. 3 ta qizim bor, oilam bor, oilalikman. 3 ta qizning onasiman. Men o'zim 30 yildan oshiq oliy ta'limda dars berdim. Mana shu oliy ta'lim muassasasini tugatganimdan keyin, institutni tugatganimdan keyin faoliyatim faqat oliy ta'lim muassasalari bilan bog'liq. Shu oddiy o'qituvchilik lavozimidan kafedra mudiri lavozimigacha ishladim, departament boshlig'i lavozimida ishladim va shu oliy ta'lim muassasalaridagi kamchiliklar, imkoniyatlarning qanaqadir davlat oliy ta'lim muassasalaridagi cheklangan imkoniyatlar, manda har doim shu xususiy nodavlat oliy ta'lim muassasasi bo'lsa-da, shu o'zimning orzularimni amalga oshirsam degan orzuyim bor edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men juda ham ko'p chet elni, mana shu xorijiy oliy ta'lim muassasalarini oliy ta'lim tizimi bilan juda ko'p qiziqaman. Mana Germaniyaning oliy ta'lim muassasalarini ta'lim tizimi, Koreya bilan qiziqaman, Yaponiya oliy ta'lim muassasalarini, o'sha Rossiyani, boshqa mana davlatlarni, demak, oliy ta'lim tizimi bilan qiziqaman va bizning O'zbekistonimizdagi oliy ta'lim muassasalaridagi o'sha qaysidir ma'noda o'sha cheklovlarni, demak, o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasalari darajasida balkim yechimi bordir degan har doim meni ichimda shunday nima deydi, bezovtalik bo'lgan. Masalan, Toshkentda o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasalari ochilgan, mana Westminster universiteti yoki Singapur, boshqa universitetlar, har doim ular bilan aloqada bo'lganman. Har doim ularning faoliyati bilan qiziqib borganman va menda uzoq yildan beri shunday xohish bo'lgan. Va bugungi kundagi shu vatanimizdagi hukumatimiz tomonidan o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasalari, umuman nodavlat tashkilotlarga ochilgan imkoniyat meni uzoq yillik orzuyimni amalga oshirdi. Men har doim oddiy tilda aytaman, buni talabalarimga ham aytaman. Agar ayolni turmush o'rtog'i qo'llamasa, ayolni harakati juda uzoqqa bormaydi. Har doim meni turmush o'rtog'im qo'llaganlar va men shu 3 ta farzandim kichkinalik paytida ham turmush o'rtog'im har doim qo'llaganlar, ota-onam yordam berishgan, qaynona qaynotam yordam berganlar. Men oson bo'lmagan ayol kishi haqiqatda ham ilmiy ish qilishim, ota-onam Buxoroda, mana qishloqda, men Toshkentda ilmiy ish qilganman. Oson bo'lmagan, lekin hamma meni qo'llab-quvvatlagan. Ota-onam, singillarim, turmush o'rtog'im, qaynona qaynotam, farzandlarim 11 oylik bo'lgan shu chaqaloq farzandimni qo'yib, ularga o'zim shu ishim bilan o'sha komandirovkalarga borishga to'g'ri kelgan, xorijga konferensiyalarga borishga to'g'ri kelgan. Lekin har doim turmush o'rtog'im bilan birga borganman, birga bo'lganmiz. Men hozir o'zim asli Toshkentda yashayman, Buxoroda universitet. Men tinchman, chunki qizlarim aqlli, tarbiyali, ular meni bezovta qilmaydi, o'zlari demak yo'lini topib ketgan. Shuning uchun men bemalol ishlab yuraman.
Endi bilasizmi, mana shu qachonki jamiyat ilmli bo'lsa, jamiyatda bilimli odamlar ko'p bo'lsa, shu jamiyatni saviyasi ham yuqori bo'ladi. Shu jamiyatdan boshqa millatlar, boshqa xalqlar ham qarasa ko'zi quvonadi. Men juda ham xohlayman o'zbek yoshlari bilimli bo'lishini. Yoshlarimiz orasida olimlar ko'p chiqishini xohlayman. Dunyoqarashi boy bo'lishini xohlayman. Madaniyati yuqori bo'lishini xohlayman. Va ko'zim quvonadi, xursand bo'laman, chunki mana bugungi kunda Buxoro Innovatsiyalar universitetida tahsil olayotgan talabalarimiz, ular uchun mana universitetda biz imkoniyatlar yaratyapmiz. Ular ko'p tillarni o'rganyapti, dasturlashni o'rganyapti va boshqa imkoniyatlar yaratilyapti. O'qituvchilarimiz yaxshi dars beryapti. Undan tashqari talabalarimiz o'zini istagi, o'zini xohishi bizda yana ham yaxshiroq ishlashga ehtiyoj uyg'otyapti. Men o'ylayman, jamiyatimiz bir yetuk jamiyat bo'lishi uchun biz faqat bilimli yoshlarga tayanishimiz kerak. Prezidentimiz ham shu gapni ko'p aytadilar. Haqiqatda ham men o'zimni tajribamdan ham aytaman. Mana necha yil oliy ta'lim muassasalarida dars bergan bo'lsam, har doim mana shu bilimli yoshlar bugungi kunda shogirdlarimiz. Mana respublika bo'yicha masalan universitetlarda prorektor lavozimlarida ishlayapti, dekan lavozimlarida ishlayapti. O'zlarini o'sha nima deydi, yetakchi g'oyalari bilan yoshlarni orqasidan ergashtiryapti. Bular hammasi men o'ylayman bizning orzularimiz. Bugungi kunda mana shu hukumatimizni qo'llab-quvvatlashi bilan biz shularni amalga oshiryapmiz. Ayol kishi hech qachon mehnatdan qochmasligi kerak. Hech qachon ayol kishi men farzandlik bo'ldi, men vazifamni bajardim deyish kerak emas. Ayol kishini hayotda ijtimoiy vazifalari juda ham ko'p. Ayol turmush o'rtog'i, ayol ona, ayol kelin, ayol qiz, ayol qo'shni, ayol o'qituvchi, ayol tarbiyachi, ayol hamma joyda o'sha ijtimoiy vazifalarimizni o'z vaqtida bajarishga harakat qilishimiz kerak. Ko'p uxlash kerak emas. Ko'p uxlash kerak emas. Chunki balkim yoshimiz bir joyga yetib uxlaydigan paytlar ham keladi. Lekin hozir biz o'zimizdagi bor bagajni, o'zimizdagi bor bilimni yoshlarga beradigan vaqtimiz. Ana shunda mehnatdan qochmaslik kerak, xalqqa foydamiz tegishi kerak, odamlarni rozi qilish kerak. Kelajakdagi orzularim juda ham ko'p. Oilam uchun 3 ta qizim bor. 3 ta qizimni baxtini ko'rishni xohlayman. Ularni farzandli bo'lishini, o'qimishli bo'lishini, yaxshi turmush qurib, chiroyli oila qurib, baxtli yashashini xohlayman va o'zim nabiralar ko'rishni xohlayman. Universitetimizni nufuzini bundan ham oshishini xohlayman. Bilimli talabalar bizga juda ko'p kelishini xohlayman va shu bilimli talabalarni o'qitib, dunyoga chiqazib, mana shu O'zbekistonimizni dong'ini taratadigan, O'zbekistonimizni mana o'zbek bolasi ekan deb hamma havas qiladigan yoshlarni tarbiyalashni. Endi pedagog sifatida uzoq yillar meni faoliyatim pedagogika oliy ta'lim muassasalari bilan bog'liq. Xalq ta'limi tizimida prezidentimizning tashabbuslari bilan 1-sinfdan 11-sinfgacha tarbiya darsligini yozdik. Shu tarbiya darsligining avtorlaridan bittasiman, mualliflaridan bittasiman va shu tarbiya darsligini yozib, demak 7 ta tilga tarjima qilib, butun respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida, bugungi kunda Qozog'istonda, Qirg'izistonda mana bizning tarbiya darsligimiz, boshqa mamlakatlardan bizga taqrizlar kelyapti bizni tarbiya darsligimizni ko'rib. Chunki bugungi kunda tarbiyaga ehtiyoj juda ham katta. Yoshlarda ham, umuman jamiyatda tarbiyaga ehtiyoj katta. Shu tarbiya darsligini yakunlaganimizdan keyin hukumatimiz tomonidan o'sha xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan demak taqdirlandik. Boshqa e'tiborlar bo'ldi. Undan tashqari bugungi kunda respublikamiz bo'yicha 30 ga yaqin shogirdlarim, fan doktorlari, dotsentlar, professorlar bugungi kunda faoliyat olib boryapti. Moddiy ahvolim yomon emas, chunki shu mehnatimning orqasidan xohlagan mashinamni hayday olaman, xohlagan yaxshi o'sha uyimda yashay olaman. Farzandlarimni xohishlarini, istaklarini amalga oshirish uchun qo'limdan kelgancha yordam bera olaman. Ularni yaxshi
nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qitishga erishdik. Mana bugungi kunda farzandlarim yaxshi demak oliy ta'lim muassasalarini tugatishdi. Bugungi kunda ikkita akademiyani akademigiman, demak pedagogika fanlari doktori professor, Turon fanlar akademiyasining akademigiman va Rossiya xalqaro fanlar akademiyasining akademigi. Men bundan tashqari Belgrad davlat milliy tadqiqot universitetining O'zbekistondagi elchisi sifatida faoliyat olib boraman. Bilasizmi, men bizni ota-onamiz shu maktabni tugatgan paytimizdan boshlab bizni mustaqil hayotga o'rgatganlar. Men maktabni tugatgandan keyin oliy ta'lim muassasasiga qaysi oliy ta'lim muassasasini tanlashni o'zim mustaqil hal qilganman va ota-onalarimga men o'zim maslahat berganman. O'zim borib o'sha yotoqxonaga joylashganman. O'zim demak va hech qachon men ayol kishi erkakdan qadam orqada yurish kerak degan g'oya bilan yurmaganman. Har doim o'zim hayotim uchun o'zim kurashganman va ayolni vazifalarini o'zimni onamda ko'rganman. Onam ham o'qituvchi, ham jamiyatda mana hozir 83 ga chiqdilar. Hozirgacha demak shogirdlari, farzandlarini, o'sha 5 ta farzandlari bo'lishiga qaramasdan hozirgacha jamiyatda o'zlarini o'rniga ega bo'lgan juda kuchli ayollar. Va shu ayolning tarbiyasini topganim uchun men har doim ayolga bir xil ta'rif berganman. Ayol juda kuchli bo'lishi kerak, ayol shijoatli bo'lishi kerak, ayol hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Eng asosiysi farzand ko'rgandan keyin hayotda qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar turmush o'rtog'i bilan birga yashash kerak degan xulosam har doim bo'lgan. Haqiqatda ham ayol bilan erkakning imkoniyatlari sal farq qiladi. Ayol ko'proq oilada ayolni mas'uliyati ko'proq, bizni jamiyatda ayolni mas'uliyati oilada ko'proq bo'ladi, bolalarga nisbatan. Masalan, farzandlarimiz yosh bo'lgan paytida farzandlarimiz yosh bo'lgan paytida ikkita kichkina chaqaloq farzandim bilan fan doktori bo'lganman. Doktorlik dissertatsiyasini yozish, har xil komandirovkalarga borish, konferensiyalarda ishtirok qilish, undan tashqari farzandlarimiz bilan kunduz kuni masalan to'laqonli hamma onalarga o'xshagan farzandimiz bilan shug'ullanib, har kuni kechqurun shu rejimda men kirib qolgan shu kun tartibi menga har kun kechqurun soat 2 dan 4 gacha men kechqurun uxlamayman. Soat 2 dan 4 gacha har kechqurun meni kompyuterim ochiq, men o'sha ertangi kunga har kun tayyorlanaman. Shu demak mana shu farzandlarim yosh paytida shakllangan mendagi shu demak kun tartibi hozirgacha davom etib kelyapti. Kechqurun kunduz kuni ishlarimni qilaman. Kechqurun demak o'sha farzandlarimni yotqizib, uxlatib, hamma ishlarimni tugatganimdan keyin o'zim ham kunduzgi o'sha ishimdan charchab, o'sha dam olganimdan keyin albatta o'z-o'zidan 2 dan soat 4 gacha turib, men shu 2 soat davomida ertangi kunga o'sha o'zimni ilmiy ishlarim ustida ishlab, ertaga auditoriyaga kirishim ustida demak ishlab, har doim mana shu ish bilan shug'ullanib kelganman. Bundan tashqari ish jarayonida, masalan, lavozimlarda, masalan, kafedra mudiri lavozimida ishlaganimizda turmush o'rtog'imga talablari bo'lgan. Men uyga turmush o'rtog'imdan 10 minut oldin kelishim kerak bo'lgan, talab bo'lgan. Hattoki shu darajada bo'lganki, men o'sha rahbarim ham shu narsani bilish darajasiga borganlar, chunki oilada notinchlik bo'lsa men ishlay olmayman. Men majbur bo'lganman, aytganman, shunday turmush o'rtog'imda talab bor deb va men shu turmush o'rtog'im aytgan talablarni bajarganman. Shu kishidan 10 minut oldin kelib ishlarimni qilganman. Oliman, pedagogika fanlari doktori, professor qanday qilib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullandi degan savol, ba'zida o'zimda ham tug'iladi shu savol. Bunga sabab avvalambor jamiyatdagi mana shu vaziyatni shu yetilib kelganligi bo'ldi. Birinchidan, ikkinchidan men har doim aytaman, har qanday sohada tadbirkorlik qilish uchun shu sohada yetarli bilim, yetarli tajriba bo'lish kerak. Masalan, men nodavlat oliy ta'lim muassasasini ochishim uchun men avval davlat oliy ta'lim muassasasida yetarli tajribaga ega bo'ldim va shu oliy ta'lim tizimidagi barcha o'sha bosqichlardan men kechib o'tdim. Shu oliy ta'lim muassasasini dagi barcha muammolarni
va uni yanada ko'tarish uchun nima kerakligi haqida menda o'sha yetarlicha o'sha o'zimda bir qanaqadir bir manbalar shakllangandan keyingina men tadbirkorlik qilishga harakat qildim. Albatta, nodavlat oliy ta'lim muassasasini birdan ochish bu juda ham katta demak vazifa, ayniqsa ayol kishi uchun. Men o'sha pedagogika oliy ta'lim muassasasida kafedra mudiri lavozimida ishlab yurgan paytimda Toshkent shahrida yangi avlod nomidagi o'quv markazim bo'lgan va shu o'quv markazida juda ko'p shogirdlarim amaliyot o'tagan. O'zimning shogirdlarim mana shu o'quv markazida amaliyot o'tagan va juda ko'p yoshlarga mana shu bilim berganmiz. Ularni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlaganmiz. Yoshgina bolachalarni o'sha maktabdan keyin ota-onasini vaqti bo'lmagan bolalarni maktabdan keyin ularni darsiga tayyorlash bo'yicha o'sha o'quv markazimiz bo'lgan va shu o'quv markazimizda minglab o'quvchilar o'qigan. Keyin demak o'sha shu tajribaga tayanib mana shu oliy o'quv yurti mana hozir bugungi kunda endi mana oliy ta'lim muassasasimizda shunday ehtiyoj bor. O'zimizni talabalarimizni demak ularni amaliyotini ham oshirish maqsadida bugungi kunda mana shu nodavlat umumta'lim maktabi va o'sha demak umumta'lim maktabgacha ta'lim muassasasi ochishni rejalashtiryapmiz. Bugungi kunda yoshlarga aytkim keladi. O'zimning farzandlarimga aytadigan gaplarni men talabalarimga har doim aytaman. Ayol u doim o'zini ustida ishlaydigan, jamiyatdagi o'zini o'rnini biladigan, doim hurmatda bo'ladigan, ayniqsa qizlarimiz bugungi kunda mana o'zbek qizlarimizga aytaman. Hech qachon o'zimizni o'zbekona tarbiyamiz, o'sha milliy urf-odatlarga sodiqligimiz, o'zimizni o'zbek qizlarimizga xos bo'lgan andisha, ibo, hayo, mehnatkashlik, xushfe'llik xislatlarini yo'qotmaslik kerak. Har qanday millatni farzandi o'zini milliy iftixori, milliy g'ururi, o'zligini anglagan holda o'sha o'zini bilimini oshirib o'zini ustida ishlab borish kerak. Har qanday ayol, men oddiy tilda tushuntiraman. Agar ayol kuchli bo'lsa, ayol jamiyatda o'zini o'rni bo'lsa, turmush o'rtog'i uni yaxshi ko'radi, qaynonasi uni yaxshi ko'radi, qo'ni-qo'shnilari uni yaxshi ko'radi va o'sha jamiyatdagi nufuzi o'zini o'rni oshib boraveradi. Shuning uchun qizlarimiz hech qachon mehnatdan qochmasligi kerak. Men faqatgina bitta diplom oldim, shu diplomim qo'limda deyish kerak emas. Tillarni o'rganish kerak. Albatta kompyuter texnologiyalarini o'rganish kerak. Dasturlashlarni o'rganish kerak. Bugungi kunda yoshlarimiz uchun hamma imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, bizning universitetimizda Buxoro innovatsiyalar universitetida hamma sharoitlarni yaratyapmiz. Xuddi shunday respublikamizda yoshlar uchun sharoitlar yaratilyapti. Ayniqsa qizlar uchun. Hukumat darajasida bugungi kunda qizlarning o'rni ortib boryapti. Men bitta misolni aytaman. Bu endi Koreyadan hamkorlarimiz keldi va koreyaliklar bilan gaplashganimizda men ularga savol berdim. Mana biz filmlarni ko'ramiz, koreyaliklarning filmlarini ko'ramiz. U yerda ayollar juda ham sadoqatli, oilasiga, turmush o'rtog'iga, farzandlarini juda yaxshi ko'radi, ko'p farzand ko'radi. Demak, ko'p farzand ko'radi koreyalik ayollar degan savolga ming afsuski hamkorlarimiz bugungi kunda Koreyadagi o'sha jamiyatda ham shu narsalar milliy o'zligida ozgina orqaga siljish borligini aytdi va bu narsa juda ham jamiyatni bezovta qiladigan narsa. Chunki har doim o'zligimizni unutmasligimiz kerak. O'zbek qizin deganda juda shirin ovqat pishira oladigan, andishalik, ibo, hayoga boy bo'lgan, o'zini oilasiga sadoqatli, farzandlariga yaxshi tarbiya beradigan va albatta jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lgan tadbirkor qizlarni ko'rgimiz keladi.